Jahon sivilizatsiyasi markazlaridan biri sanalmish jonajon diyorimizda yana bir nufuzli xalqaro anjumanga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Joriy yil 29-30 aprel kunlari Ko'hna va Navqiron Samarqand shahrida buyuk vatandoshimiz, islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturudiyning 1155 yilligiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tadi. Moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti. Mazkur mavzudagi xalqaro anjuman Imom Moturudiy ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganishni rag'batlantirish, Moturudiylik ta'limotiga xos bag'rikenglik va mo'tadillik tamoyillarini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida tashkil etilmoqda. Anjuman ishtirokchilarini 3-Renessansga poydevor qo'yilayotgan yangi O'zbekistonning tabarruk zaminida qutlab qolamiz. To'g'ri yo'lning dalili bo'lgan, ilmni o'rgan. Imom Moturudiy